hayajonlanmang, o'zingizni ozgina bo'sh qo'ying, nafasni burundan olib, ozgina shu qorinchaga bersangiz, burro chiqadi. Xo'p? Egilab, bitta turli ustoz ekansiz-ku, aktyorlik mahoratidan, sahna nutqidan bitta kursingizni ochsangiz bo'lmaydimi? Voy xudo, qanaqa kurs meni qo'limdan kelmaydi. Hozir prosta mana bu qizni qo'yib yuboring. Bo'ldi, tamom. Boshladikmi? Bo'ldi, bormi motor? Davaychi. Shu o'zimni kursimni ochsam ekan. Nima qilaman? Valakidasi ko'p. Unga pul kerak, podдержка kerak, tanka kerak. Axir bu gapni eshitish g'alati. Uddalaganingni bilaman-ku. Voy, to'xta, bu kim bu? Bu menmi? Ha, albatta bu sen. O'zingni ustoz sifatida ko'ra boshlagan sen. Sen o'z ishingni sevasan va bu odamlarga juda ham foydali. Shunchaki o'zingga imkon ber. Hay mayli. Bularni hammasini qanaqa qilib men bitta o'zim eplayman? Seni yaqinlaring qo'llab-quvvatlashadi. Ha, oson emas, lekin sen o'ylaganchalik qiyin ham emas. Yana bir narsa, sen o'z vaqtida ayol tadbirkorlar uchun mo'ljallangan dasturdan foydalangansan. 7 yilgacha muddat, 21.99% stavka, shuning uchun to'lovlar qulay bo'lgan va sen ishni xotirjam boshlab olgansan. Eng muhimi shartlar emas, eng asosiysi va nihoyat sen o'zingga ishona olgansan. Xo'sh, menimcha urinib ko'rish vaqti keldi. Mayli, urinib ko'rishim kerak ekan. O'zimni kursimni ochsam ekan, telefon qilaychi. Alo, Shahlo.